Jinsiy aloqadan keyin sizda qichishish, achishish, peshobni og'riqli kelishi, ba'zi hollarda qonli siyish sizda kuzatilsa, siz aniq sistit bo'lgan. Men sizlarga buni davolashni eng zo'r usulini aytib o'taman. Meni qabulimga kelgan bemorlar ko'p shu shikoyat bilan kelishadi. Unga aniq diagnoz qo'yish uchun uni sabablari va nimadan kelib chiqqanligini bilishim kerak. Birinchi kelganda, agar sizda spiralingiz bo'lsa, spiral ham sistitni chaqiradi. Agar sizda jinsiy aloqa har doim prezervativda bo'lsa, lubrikantli ishlatsangiz yoki qinda mikroflora o'zgargan bo'lsa, har xil altaharatlar yoki qinni tozalashtiruvchi zikrlar, yana har xil shahamchalar, salfetkalar ishlatgan bo'lsangiz, shuni hisobida sizda asorat sistit kelib chiqadi. Ko'p qabulimga shunaqa ayollar keladi. Nima ishlatganingiz aloqadan oldin desam, serpa aytgan narsalarni ishlatganman deb aytishadi. Ularda keyin sistit juda ham zo'riqib ketadi. Ba'zida kreslada ko'rganimizda shishish, achishish va ba'zida yiringli ajralmalar kelishni boshlaydi qindan. Xulosa qilib aytganda, agar siz sistit bilan tez-tez kasallanayotgan bo'lsangiz, buni ginekolog ko'riga kelish kerak. Sizni sabablaringizni bilgan holda sizga davo qilinadi, bartaraf qilinadi va sistit bilan kasal bo'lmaysiz.